Assalomu alaykum Mr. Devlon kanali muxlislari. Bugun ajoyib kun. Bugun navbatdagi SD320A frontal pogrushchigini Devlonni baraka qildik va yonimizda bu pogrushchigi ya'ni egalari turibdi. Sardor aka, assalomu alaykum aka. Bor bo'lsin. Aka, tabriklaymiz. Tekindan shamol o'tib kelsin aka. Xayrli bo'lsin. Xudo xolasa barakali pogrushchik bo'lib, sizga foydaga keltirsin aka. Kalitini shaxsan qo'lingizga topshiraman aka. Bor bo'lsin, yana bir marotaba aka. Pogrushchik haqida fikrlaringiz nima aka? Biz yaxshi, kompaniya to'g'risida fikrimiz yaxshi. Judayam kasbdorlar, juda sifatli ishlaringizda ham. Men bu firmaga muomala qilishlar, judayam katta rahmatlarga judayam tez katta ishlarimiz tez kunlar bir tintadan zavqlanib judayam omad tilaymiz. Yana ham hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Shu texnikadan baraka topaylik va yana qo'sha shu istiqomatga bog'lab olmoqchimiz. Ishlarga murojaat qilamiz. Keyin oladigan klientlarga ham taklif beramiz. Albatta. Judayam yaxshi. Buni teatr rahbari Devzor aka hamma muammoni pashta hal qilib berdi. Judayam insofli, harakatlari, xarakterlari ham judayam yaxshi ekan Shoh aka. Devzor akamizga ham shu davlat rahbariga ham rahmat aytamiz katta. O'tadamiz. Aka, tabriklaymiz yana bir marotaba. Aka, sir bo'lmasa, pogrushchik qaysi shaharga yoki qaysi viloyatga yo'l oldi? Angrenga yo'l oldi. Angrenliklar like bosib qo'yamiz. Xudo xolasa Angren shahrida bu pogrushchikni ko'rib qo'ysanglar, abodo kelib bemalol mana Sardor akamdan va ularning xodimlaridan bemalol so'rab tavsiya olishingiz mumkin. So'rab qanaqa ishlayapti, tezligi hammasini so'rashingiz mumkin. Soat beramiz. Dalilon zo'r. Shunday ekan, o'rtoqlar, agar kimga shunaqa koreyskiy texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Hammaga ko'rib turibsizlar, navbatdagi SD320A frontal pogrushchigimiz Angren shahriga yo'l olyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hozir ortish jarayonidamiz. Xudo xolasa inshaalloh egasiga ushbu pogrushchik xayrli va barakali bo'lsin. Xudo xolasa bu pogrushchikni Angren shahrida ko'rib qolishingiz mumkin. Mabodo ko'rib qolsanglar, bemalol tortinmasdan to'xtab, tushib texnika qanaqa ishlayapti bemalol so'rab surishtirishingiz mumkin. Ya'ni bu faqat videoda bo'lib qolmasin, o'shaning uchun qaysi shaharga ketayotganini ham aytyapmiz. Bemalol egasidan surishtirishingiz mumkin, o'rtoqlar. Kimga shunaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Devlon texnikalari, ekskavator yo pogrushchiklari pastda ko'rsatilgan telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Ishingizga omad. Yaxshilikda ko'rishinglar. Niyat qilganlar inshaalloh deb kommentariya qoldirishni unutmanglar. Barchamizga shunaqa yaxshi texnikalar nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Qalay pogrushchik aka? Zo'r aka. Muborak bo'lsin aka. Rahmat.